Assalomu alaykum. Kecha o'tuvdik. GSPG degan oqsil bo'ladi. Jinsiy gormonlarni bog'lab qo'yadigan oqsil. Ko'p bo'lsa, bog'lab qo'ysa, sizni testosteroningiz qonda общий testosteron ko'p chiqsa ham, lekin svobodniysi kam bo'lgani uchun testosteron yetishmovchiligi kuzatiladi. O'rtoqlar, GSPG bu globulin, jigarda, faqat jigarda ishlab chiqariladigan globulin. Bugun nimaga u ko'payishini o'tamiz. Kechagi darsni ko'rmaganlar GSPG nima degan darsni ko'ringlar. GSPG testosteronni boylab ishlatmay qo'yadigan oqsil. Qaranglar, bitta narsa ko'rsataman. Birinchi erkagimiz, bu erkak 52 yoshda, uni общий testosteroni 18, GSPGsi mana 31 va svobodniysi 16. Endi ikkinchi erkagimiz 60 yoshda, 66 yoshda, uni GSPGsi 62, общий testosteroni 20 bo'lsa ham, svobodniysi 10. Bu erkakda jinsiy quvvatni pasayishi juda kuchli kuzatilmoqda. Lekin общий testosteron topshirgan odam, urologlar yoki boshqa vrach, любой vrach agar GSPGni svobodniy testosteronni tekshirmagan bo'lsa, общий testosteronni tekshirgan bo'lsa, sizni erkakligingiz zo'r ekan, uyga boring, ketavering deb jo'natib yuboradi. GSPG ko'p bo'lsa, svobodniy testosteron kamayib ketadi va jinsiy xohishi pasayishi, jinsiy quvvati pasayishi va testosteronni yetishmovchiligini boshqa belgilari kuzatiladi. Bugun nimaga bu GSPG oshishini 8 ta sababini o'tamiz va ertaga GSPGni tushirishni, tabiiy yo'l bilan yoki dori bilan tushirishni darsini o'tamiz. Xo'p, birinchisi yosh. Yildan yilga GSPG oshib boradi. Mana ko'rdinglar, 52 yosh erkakda 31 bo'lsa, 66 yosh erkakda 60 dan baland chiqdi. Demak, 40 yoshdan keyin GSPG yiliga 1-2% oshadi. Buni sababi FR1 gormon, ya'ni gormon ro'sta bora, bilasizlar, gormon ro'sta, somatoterapin, gin terapin desa hamma tushunadi. Ana shu FR1 degan gormonni, oqsilni hosil bo'lishi uchun kerak bo'ladi. FR1 insulinopodobniy faktor ro'sta, insulin simon o'sish faktori, o'sha GSPGni kamaytiradigan faktor hisoblanadi. O'sha globulinni kamaytiradigan faktor hisoblanadi. Bu faktor kamaygani uchun GSPG ko'payishi boshlaydi. Yana diabeti yo'q, insulin rezistentligi yo'q odamlarda, ozg'in odamlarda, qorin qo'yib semirmagan odamlarda yildan yilga mana ozg'in qari cholni ko'zingiz oldingizga keltiring. Bu odamda insulin yildan yilga kamayib boradi. Shuning uchun ham uni GSPGsi oshadi va insulin rezistentli bo'lgan holatda insulin 1000 ko'p bo'lsa ham jigar uni qabul qilmagani uchun, unga sezgirligi pasaygani uchun GSPG oshib boradi. Ya'ni insuliningiz ko'p bo'lsa ham, kam bo'lsa ham GSPG oshishi mumkin. Ikkinchisi, GSPG oqsili globulin, testosteronni boylab qo'yadigan, ishlatmay qo'yadigan oqsil jigarda sintez bo'ladi. Shuning uchun jigarning har qanday kasalligi, gepatit, yog' bosishi, sirroz, bu narsalar o'sha globulinni ko'payishiga olib keladi. Sintezini oshishi yoki uni parchalanib utilizatsiyasini kamayishini hisobiga sabab bo'ladi va sirrozda ayniqsa estradiol, hamma xotinlarni, ayollarni gormoni deydigan estradiolni metabolizmi buzilgani uchun GSPGni oshib ketishiga sabab bo'ladi. Mana Gepatologiya jurnali 2016-yilda 82% GSPGsi baland bo'ladi erkaklarda agar sirrozi bo'lsa degan xulosa berilyapti. Xo'p, gipertireoz, ya'ni qalqonsimon bezning kuchli ortiqcha ishlashi, o'sha tiroksin degan gormon GSPG sintezi, o'sha globulinni sintezini oshiradi. Shuning uchun u 20-60% gacha oshishi sabab bo'lishi mumkin. Hattoki 20% ga oshishi sizni testosteroningizni, svobodniysi, erkin testosteronni kamayishiga sabab bo'lib, jinsiy quvvatni pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Clinical Endocrinology and Metabolism degan jurnalda 2014-yilda
chop etilgan maqola o'sha buqoq, zaharli buqoq yoki kuchli ishlaydigan buqoq bezini kasalliklari davolanganda GSPGsi 58 dan 31 gacha tushdi degani. Bu taxminan 40% dan oshiq tushdi degani. Xo'p, keyingi preparatlar estrogenlar yoki tabiiy organizmda estradiolni oshishi. Misol uchun kurs qilayotgan erkaklarda testosteronni ko'p qabul qilish natijasida aromatizatsiyani kontrol qilmaganini hisobiga estradiol ko'paysa yoki shirinlik ko'p yeydigan semiz erkaklarda insulinni hisobiga aromatizatsiya faolligi oshsa yoki estradiol preparatlarini qabul qiladigan ayollar, misol uchun kok qabul qiladigan, oralniy kontratseptivlarni qabul qiladigan ayollarda estradiol ko'paysa, jinsiy gormonlarni boylab qo'yadigan globulin 200-400% gacha oshib ketishi mumkin. Undan tashqari prednizolon, deksametazon, tutqanoqqa qarshi karbamazepin kabi preparatlar ham GSPGni 30-40% ga oshiradi, jigarni fermentlariga ta'sir qilish orqali. Xo'p, keyingisi genetika, nasl. Taxminan 40-60% erkaklarda GSPGni oshiradigan genlar bo'ladi. Bu erkaklar hayotda juda unaqa 40-60% uchramaydi, chunki bir xil gen 3% oshiradi, bir xil gen 4% oshiradi, bir xil mana 4 taga 5 taga oshiradi, har xil oshiradi. GSPGsi nasli baland erkaklar yoshligidan ayol kishiga o'xshagan bo'ladi. Mana qaranglar, erkaklar semirsa qorin qo'yib semiradi, oyoqlari ingichka bo'ladi. Ayollar semirsa taz, bo'ksalari, sonlari semirib, beli ingichkaligicha qoladi. Ko'ti semiradi, misol uchun dumbalari semiradi. Ayolga o'xshab bundoq uchburchak bo'lib semirgan erkaklarni GSPGsi baland bo'ladi. Tekshirganda общий testosteron 1000 baland chiqsa ham, svobodniy testosteron va estradioli baland chiqishi mumkin. Xo'p, keyingisi juda ham ozib ketgan erkaklar, kuchli dieta qilgan yoki boshqa kasallik tufayli juda ozib ketgan, tuberkuloz, spidga o'xshagan kasalliklarda yoki anoreksiya bo'lgan erkaklarda va ayollarda GSPG oshishi mumkin. Xo'p, chunki globulin bu oqsildan hosil bo'ladi. Ovqat yemagan odamda shu oqsil kamayadi, ya'ni yangi oqsillar hosil bo'lmaydi va shuni hisobiga GSPG tushib ketishi mumkin. Endi bu yerda GSPG tushishidan oldin insulin kamayib ketadi va o'sha insulin GSPGni asosiy podavlyat qiladigan, pasaytiradigan faktor hisoblanadi. Shuning uchun ham GSPGsi oshib ketadi. Mana juda ham ozg'in erkaklarda GSPG baland chiqqan deyarli 100% ga 2018-yil Nutrition jurnalida, Clinical Nutrition jurnalida keltirilgan ma'lumot. Hozir ham shunaqa ozg'in bitta bo'lachka yeydigan, bitta kofe ichib qo'yadigan, smuzi ichib yuradigan nozik erkaklarda GSPG bor. Shunaqa erkaklar ham ko'payapti. Xo'p, surunkali kasalliklar, misol uchun SPID yoki autoimmun kasalliklar, bular yoki pochka, buyrak yetishmovchiligida FR1 kamayishi va jigarda bo'ladigan yallig'lanishning hisobiga GSPG oshishi mumkin. Va umuman uglevod yemay qo'yadigan yoki kuchli keto dieta qiladigan odamlarda GSPG oshishi mumkin. Bu odamlarda insulin rezistentlik holati bo'lsa GSPG oshmaydi. Prosta ozg'in odam, shundoq ham ozg'in odam, insulini kam odam keto dieta qilib battar insulinini tushirib yuborsa, GSPGsi oshishi mumkin. O'rtoqlar, bilaman, tushunaman, qiyin tema bo'ldi, qiyin dars bo'ldi, lekin siz vrach bo'lishingiz mumkin yoki testosteron qabul qiladigan erkak bo'lishingiz mumkin. Oddiy testosteroni past erkak yoki fitness trener bo'lishingiz mumkin. Bu narsa sizni GSPGni oshishi, jinsiy xohishni pasayishi, jinsiy quvvatni pasayishi, testosteron qonda normada bo'lgan taqdirda ham kuzatiladi va massa olishga yoki sushka qilishga xalaqit beradigan narsa. Undan tashqari testosteronni normada bo'lsa ham yashagisi kelmaydi, xotinlarga o'xshab semirishni boshlaydi. GSPGni balandligi prostatani giperplaziyasiga, ojireniyaga olib keladi. Erektil disfunksiya, shuna hamma narsaga olib keladi. Yomon aromatizatsiyani kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Bugungi darsimiz shu haqida edi. Ertaga GSPGni tushirish haqida gaplashamiz.